Tabriklayman Jo'xa, yaxshilik ishlatsin xotining. Mana xotin senga cho'tki telefon oldi, boru lekin senga yoqdimi yo'qmi bilmadim, lekin reaksiyangni aytgani yo'q menga. Menga juda ham yoqdi Jo'xa aka. Siz olib berasizmi, menga yoqmaydimi? Ha, bo'ldi, yoqqan bo'lsa ketdi unda, boshqa narsa olmaysanmi do'konda? Nima olib beray yana? Aytgin, hamma narsa olib beraman. Yo'q, bo'ldi, boshqa narsa kerak emas. Agar nimadir narsa kerak bo'lsa o'zim sizga aytaman. Ha, bo'pti, bo'lmasa ketdi unda. Mayli janob, rahmat. Arzimaydi, kelib turinglar. Ha, mayli, kelib turishga harakat qilamiz biratan. Aytgancha yangilik qachon bo'ladi endi, bratishka? Yangilik yo'q, hali yangilikka vaqt ko'p. Ha, qilinglar-da, yangilikda ham harakat qilish kerak yangilik uchun. Sizni ishingiz bo'lmasin, xohlagan vaqtimiz yangilik qilamiz, xo'pmi? Eshitdingizmi, brat? Bo'pti, qarochi, biz ketdik. Siz yaxshi o'tiring, savdoyingizga baraka bersin, omadingiz bersin deydi-yu. Ketdik, xotin, yur endi uyga boraylik tez-tez. Sen ham o'tiraverasanmi do'konda ishda? Vobshe kerak emas. Jitilmi? Nima qilgani bu? Yomon beparasat ekan, menga tegib ketdi boru. Ha, bo'ldi. Shoshmay tur, men uni ushlab olsam ko'rsam o'zim bilaman nima qilishdi. Sen yurar, pakashda uyga boraylik. Hali yana yo'limizdan chiqadik. O'shanda men unga ko'rsatib qo'yaman seni yo'lingdan chiqish qanaqa bo'lishini, senga tegib ketish qanaqa bo'lishini. Jo'xa aka, qishloq juda ham zerikarli. Biror joyga aylanishga boraylik, juda ham zerikib ketdim. Ha, mayli, borsak boramiz. Faqat hozir emas, chunki hozir ko'ryapsan, kunlar issiq. O'zi-ku mana shu issiq vaqtda borish kerak. Atak baribir ishlar ko'pda, issiq vaqtda damda uyda olish kerak. Chunki uy salqingina. Boramizda biror kun mayli. Lekin hozir emas aytganimdek. Sen hozir uyga yur, uyga borib o'tiraylik undan ko'ra. Uyda salqinda o'tirsak bo'lmaydimi? Issiqni qaragin, issiqda o'zi sen yuzingni qarab oppoq, lekin qop-qolib qo'lasan, keyin menga yoqasan, doim yoqasan. Ha, o'tiraman, yoqmay qolar ekanman deb o'ylama tag'in. Yurundan ko'ra uyda o'tiraylik tinchgina. Bu uyda o'tiramiz. Farqi yo'q. Unda o'tirdik nima, bunda o'tirdik nima. Ikkalasi ham bizning uyimizku, to'g'rimi? O, mashinani haydamoqchimisan? Nima qilmoqchisan? Men mashina haydashni bilmayman-ku, menga mashina haydashni o'rgating. Senda prava yo'q, qanday haydaysan? Sen haydashni bilmaysan. O'shaning uchun senga hozir emas, keyinroq o'rgataman. Ya'ni keyinroq deganimda sen avval prava uchun o'qishing kerak. O'qimasdan turib mashina haydasang, keyin jinoyatchi bo'lib qolishi mumkin. O'shaning uchun keyinroq haydaymiz, xo'pmi? Siz meni xafa qildingiz. Aylanishga boraylik desam yo'q deyapsiz. Mashina hayday desam yo'q deyapsiz. Sizdan vobshe xafaman. Bo'ldi, xafa bo'lmagin, mayli. Aylanishga chiqamiz. Faqat salgina sabr qil. Kun issiq ko'ryapsan, keyin senga issiq ta'sir qilib qolsa, boshing aylab yiqilib tushsang, keyin yomon bo'ladi. Mayli, boshing aylab yiqilib tush, faqat boshqacha boshing aylab yiqilib tushsin, xo'pmi? Faqat issiqdan emas. Tushundingmi? Men nima deganimni menimcha tushunmading shekilli. Tushungan bo'lsang, tushundingmi bilmayman, xullas. Mayli. Hozir aytgancha seni o'zi men xafa qilganim yo'q. Seni ana Jitil xafa qildi. Hozir o'sha Jitilni topayin, adabini berib kelaman. Sen uyda o'tirib tur, xo'pmi? Mendan xafa bo'lmagin. Tushundingmi? Notebookda o'ynaysan, nimadir qilib turgin. O'sha yaramas Jitil xotinimga tegib ketdi-yu, yugurib kelib. O'sha xafa qildi menimcha. O'shandan keyin kayfiyat yo'q qolib qoldi birdaniga. Hozir o'sha yaramasni topib olay. Ha, mana shu shekilli. Voy Jitil, menga qara, nima sen yugurib o'tib ketding? Boya, obbo, otasi yo'qmi hali ham? O, yangi telefon kelibdimi? Xotinim yo'q bergan telefonimdan ekan. Qanaqadir anime qahramoni rasm bor ekanmi? Qiz bola, yo'q, dahshat chiroyli qiz bola ekan-ku. Mayli, aytgancha men xotinim bor-ku, agar xotinim bilib qolsa bormi, dabdalam chiqib ketadi. O'shaning uchun tinchgina qizlarga qaramay yurish kerak. Xo'p, bu yerda mollar ko'payibdimi? Ko'payadi. Yoniga press qo'yibdi, somon press. Yana ular bir-biri bilan yaqin joyda yashayapti. Ko'payadi. Yangilik qiladi akalar. Biz yangilik qila olmaymiz. Vaqt ko'pda hali. Qochib turay Jitil. Nima yo'lda o'rtasida turib olgansan o'zingcha? Men ko'chaman men. O'shaning uchun ko'chada turaman. Sen ko'chamisan? Ha, ko'chaman men. Qayerga ko'chasan? Yo'q, ko'chaman deganda ko'chaman deyapman. Ha, tushunoldim. Hatto nimadir ko'ringandek bo'lyapti hammalari. Ana yaramas Jitil qaq ketdikina, ishqil uch tomonda bitta Jitilga o'xshash narsa ko'rdim. O'sha Jitil emasmikan? Rostdan ham o'sha Jitil bo'lishi mumkin. Xotinimga tegib ketgan Jitil bor, o'sha yaramas. Ushlab olsam olmay, lekin xafa qilaman uni. Qayerga ketdikina, shu o'rmonni ichiga kirib ketganga o'xshayapti. Stop. Qanaqa joy? Baliqxonami? Bu yoqda baliq uchun to'rlar qo'yilgan. Shu odamni yuziga o'xshaydigan qilib qurib qo'yibdi-yu bu. Qanaqasiga qurgan, kim o'ylab topgan bunaqa ideyani? Mayli, hozir uyga borib bundan ko'ra ishlarni ko'ra qolay, polzikinlari degandek ish ko'p, ish qiladigan bo'lsam, ish tiqilib yotibdi bor, lekin
qilishga vaqt ham yo'q bir tomondan vaqt bor, bir tomondan vaqt yo'q, bir tomondan ish qilishga vaqt bor, bir tomondan boshqa narsaga vaqt bor. Ya'ni boshqa narsaga vaqt yo'q. Ya'ni bir tomondan bir narsaga vaqt bor, bir narsaga vaqt yo'q. Tushunyapsizlarmi nima deganimda? O'zim ham tushunmadim to'g'risi nima deganimda. Voy xotin, nima qilib o'tiribsan? Mayli o'tirgandir xotin, lekin rostdan mendan xafa bor-u, xafa qilib qo'ydim. Bo'pti, hozir uni xursand qiladigan qanaqadir g'oya o'ylab topish kerak. Dam olish uchun joy izlayman hozir. O'sha joydan keyin borib birga dam olib kelamiz. Qanaqa joyda dam olsagigina, qaysidir shaharga boramizmikan yoki ko'l bo'yigami deganda, voy jo'xa yordam ber iltimos. ha nima deysan? Iltimos menga yordam ber. Qanaqa yordam? Xullas men baliqchiman, ana yoqda baliq tutaman. Ha, men seni esladim. Xotinimning oldidan yugurib o'tib ketganding-a? Ha, uzr shoshib turgandim, o'shanda kechirim so'rash esimdan chiqibdi. Ha, nima bo'ldi? Nima yordam kerak? Xullas men baliqxona ochmoqchiman, ya'ni baliq sotadigan do'kon. O'shanga janob bermayman, do'kon bermayapti, puling yo'q deb. O'shanga yordam berib bor iltimos. Qanaqasi yordam berishi mumkin senga? Bilmadim, limon yordam ber iltimos. Qanaqasi yordam berishi mumkin? O'ylab ko'rish kerak atay, lekin pul bersam sen o'zing baliqxona uchun do'kon sotib ola olasanmi? Ha, karajda sotib olib olasang, men seni boshimda ko'tarib yuraman mana shunaqa qilib. Yo'q, shart emas. Boshingda yuradigan bo'lsa, balanddan qo'rqaman, balandlikdan. To'xta, mayli. Avval menga o'sha baliqxonangni bir tanishtirib chiqani, zo'r ekan, chiroyli ekan. Menga vashsi, voy nima deyapman, vashsi yo'qdi lekin rostdan ham. Ha, mayli, kelyapsanmi qarisan oy? Boryapman, men tepadan uchib boryapman. Tasavvur qilib uchyapman mana. Uchishni bilmasding-ku sen. O'rgandim-da. Voy yaxshi. Voy, mana suvga tushding-ku. Qalay bo'lar ekan? Men seni quruqlikda olib o'tmoqchi edim. Qanisan, qayerdan kelyapsan sen? Hozir mana o'tyapman, ko'rmayapsanmi? Yoningdaman. Yo'q, ko'rmayapman-da. Ko'rganimda senga ko'rgan bo'lardim seni. Qanisan? Mana bu yoqdan boryapman aylanib. Bo'ldi, yurda. Qani baliqxona, qanaqa baliq? Bu ana jetildi. O tilini o'rganib olyapman, ko'ryapsanmi? Ha, ana u men qilyapman, sen qilyapsanmi? O'shanaqa qilibdimi degan jetil bormi? O'shani aytyapsanmi? Ha, o'sha. Ini qilib aytadi o'sha. Ha, tushunarli. O'sha rostdan kulgili gapiradi-ya. Ha, o'sha rostdan kulgili gapiradi. Keyin eni ham deb gapiradi. Uni ham o deb gapiradi. Yana qaysi bor? Uni o deb gapiradi. Uni u deb gapiradi. Oho, vashyu tiqilyapti. Baliq sasimaydimi bular? Men sasimaydigan qilib qo'yibman. O gap yo'q, lekin rostdan ham baliqchiga o'xshayapsan sen. Men rostdan baliqchiman o'zi. Tushunarli. Ana oltin baliq degan ertak bor-ku, o'shanda oltin baliq tutib turib, teshik tog'orani tuzatib ber deydi. O'shani men tuzatganman, o'sha baliqni tog'orasini. Keyin meni xotin bo'lishga nimaga bizni tog'orani birovga berib yubording deb. Keyin ko'chaga haydab yuborganmi? Sen qayerdan bilyapsan? Endi hamma xotinlar shunaqa, sen ham ko'chaga haydab yuborgan bo'lsa, kelib turib baliqchilikqa o'tirgandirsan. Xuddi shunday bo'lgan. Oho, vashcha qiynalibsan bo'ri. Mayli, hozir bitta reja o'ylab topish kerak. To'xtab tur, ortimdan kelasanmi yo o'zim ketaveraymi? O'zing ketasan bilmayman, xullas menga yordam bersang zo'r ish qilgan bo'lasan. Bilaman zo'r ish qilgan bo'lishimni. Qanaqa yordam bersam ekan, obunachilar bu jetelga. Mayli, hozir Karochda uydan borib nima olib kelishim kerak edi. Karochi nima edi? Obbo, nomi esimga kelmayapti shu payt. Xullas, obbo, nima olib kelishim kerak edi? Obunachilar esimdan chiqib ketdi. Pul olib kelib beraman bu jetelga. Shunda o'ziga bemalol baliq sotish uchun do'kon qursa bo'ladi. Mazza qilib o'sha do'konda keyin baliqlar sotib o'tiradi-da. Baliq sotish o'zi mazzali ish, bilasizlarmi? Lekin mazzasini bilgan bilan bilmaganda o'zi biladi deydi-yu. Xotinim qayerga ketdi-ekan, ikkinchi qavatga chiqdimi ekan? Ko'rinmayapti. Shu ham mayli, bu yerdan pul olayin, olib borib ana jetelga berish uchun pullarimni mana shu yerda saqlayapman. Agar sezgan bo'lsanglar, ancha vaqtdan beri buncha oltinlarni unga berib yura olmayman. Yetadi mana shu 3 ta ham 4 ta borib bersam yoki izmurud beraymi ekan. Hozir nimadir sotib turib pulga aylantirib yuborishim kerak. Yoki qayerdadir pullarim bormi degan, отдельный qayerdadir pul olib qo'yganmidim yoki pastki uyimdami ekan. Menimcha pastdagi uyimda bo'lsa kerak. Pulim ham ko'pligidan qanaqa pul qo'yganimni eslolmayapman. Menimcha xotinim mana bu uyda bo'lsa kerak. Hop, bitta sakrab o'tolmas ekanman, mayli. Bo'pti. Karochday qayerda edi? Pullarim bor edi, yashirib qo'ygandim pullarimni. Bu yerda ham yo'q, bu yerda, mana bu yerda ekan mana. Izmurud olib borib beraman o'sha jetelga, chunki Izmurudga sotiladi do'konlar. Xullas, bu qishloqning ichidagi hamma savdo ishlari Izmurudga olib boriladi o'zi rostdan hamda. Bo'ldi, hammasi tayyor. Endi bu izmurudlarni shunaqa olib borib berib qaytib kelamanda, keyin xotin bilan gaplashib olaman batafsil. Keyin aylanishga chiqishni rejalashtiramiz. Mendan xafa bo'lgani, o'sha xafa bo'lganini yo'q qilish uchun, ya'ni xafa bo'lmaydigan qilishim uchun, ya'ni xafa, короче, mendan nima desam ekan,
Короче, xafa bo'lmaslik uchun birgalikda borib dam olib kelamiz. O'zim ham dam olib kelaman, mazza qilib. Dam olish o'zi zo'r narsa, bilasizlarmi obunachilar? Umringlarda dam olganmisizlar desam, har yakshanba dam olayotgan bo'lsanglar kerak. Agar otalaring kelib turib, o'g'lim eski kiyimlaringni kiy deb aytgan bo'lsa, bu degani uyni buzib qayta quramiz degani. Uy buzilib qayta qurilgani degani, bu degani kun bo'yi ish deganda, kanishna. O'shaning uchun yakshanba kunlari har doim ham dam olish kuni emas, akalar. Mana Jetel senga yordam sifatida pullarni olib keldim. Rahmat, xudoyorlar qilgan odam ekansan. Telefonimni ber. Telefon ham bersang zo'r qilgan bo'larding, lekin telefonim yo'q kakras. Yo'q, men senga telefon berishni hali rejalashtirganim yo'q. Ya'ni men senga va'da bermadim-ku, telefon olib beraman deb. Ha, to'g'ri. Rahmat, lekin o'sha o'g'il uchun ham, ya'ni shunchasi uchun ham, ya'ni mana shunchasi uchun ham. Arzimaydi. Zo'r bu biznesingni dahshat qilib o'rgin, men senga o'zim hamkorlik qilaman kelgusida. O'zi hamkorlik qildik-ku pul berib. Rostdanmi? Ha, rostdan. Xohlasang birorta yordam berishim mumkin men ham. Qanaqa yordam berasan? Xullas, meni tanishlarim bor shaharda. Ular dam olish bo'yicha maskan ochgan. Xotining bilan dam olishga bormaysanmi? Kakras o'shani o'ylab turgandek, qayerda u? Mana bu shaharda o'rtasidagi qishloq bor, ya'ni qishloq bilan shaharning o'rtasi. O'sha yoqda-da kanishna. Zo'r joy ekan unda. O'sha yoqqa borsak bo'larmikan? Ha, bo'ladi, zo'r joy. Men senga xohlasang rasmini tashlab beraman Telegramdan. Sen telefoning yo'q-ku? Kompyuterim bor, kompyuterdan tashlayman. Bo'pti, unda tashlab ber. Mayli, hozir pastga tushaylik, tashlab qo'yaman. Mayli, unda men ketdim. Borib xotinim bilan o'sha joyda rejalashtiramiz. Mayli, rahmat kattakon, Jo'xa. Mayli, arzimaydi.